Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz navbatdagi spektaklda dekoratsiyasini maketini oldik. Hozir xudo xolasa sizlarni batafsil tanishtiraman. Bu bizni maketimiz 1 ga 20 masshtabli dekoratsiya bo'ladi xudo xolasa. Bu krugni diametri 10 metr, qalinligi 20 santimetr bo'ladi. Bu pult bilan aylanadigan krug bo'ladi. Dvigatellari hamma narsasi bo'ladi. Pultovoy upravleniya bo'ladi. Lestnitsa bu yerda mana vintovoy. Ko'rib turibsiz. Stolbiklar bular. Tak, bu lestnitsani qarang. Mana. Shu lestnitsani balandligi ham 280 bo'ladi, ichkaridagi lestnitsa. Bu yoqda mana shunaqangi katta огромный lestnitsa 5 metr stupenkasi. Shunaqa masshtabli spektakl xudo xolasa boshlayapmiz. Yangi premyera noyabr oylariga bo'ladi. Biz xudo xolasa oktyabrlarga dekoratsiyani da'vat qilishimiz kerak. Bizda hozircha shu yangiliklar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying.